Judayam mazali, ishtahochar kimchi tayyorlaymiz. Oshlar bilan, quyi ovqatlar bilan ketadi-yu, nima dedinglar? Uni tayyorlash oson va arzonligini bilarmidingiz? Qani ekranga yaqinroq keling. Siz ham tayyorlashni o'rganib olasiz. Karomni qattiq joyini olib, yaxshilab yuvib tashlaymiz. O'rtasidan bo'lib, videoda ko'rsatilgandek kattaroq bo'laklarga bo'lib olamiz. Kattaroq idishga solib, ustidan tuz sepib, yaxshilab uqalaymiz. Karomni ustiga lagan yopib, og'irroq narsa bilan bostiramiz. Ungacha sousi uchun chopperga 3-4 ta qizil bolgarskiy, chesnok, achchiq garimdor solib yaxshilab maydalab olamiz. 2 soatdan keyin suvlar chiqqan karomni ustiga sousni solib yaxshilab aralashtiramiz. Buni hidlari ishtahangizni ochib yuboradi-ya, lekin hali tayyor emas. Usti yopiladigan idishga bo'shatib, salqin joyga olib qo'yamiz bir kechaga. Mazasi vashi bomba chiqdi, ishoninglar. Baribir uyda tayyorlanganiga yetadigani yo'q. Menga obuna bo'lib, yurakchan bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.